qand kesiliga oid oddiy savatlar. Endi izohat muhabbatni qo'shib qo'yishimdagi sabab bugun bu so'zlangan hech qaysi mening ijodiyatim emas. Bu faqat ishonchlik manbalardan ilingan mazmunlar va rasmlar. Ba'zi do'stlarimninki avatgan rasmlardanmi foydalandim. Andikin bu leksiya faqat shu ayol, xonim, qizlar uchun tuzildi. Bugünkü sözlüğünden hem de muhim mazmunlarımız, qand kesilidan tanışıp çıkımız, hem de bu qand kesili degan nima, qandaq turlar bor, buni yaxshi kontrol qilish nayt muhim. Shu kontrol qilmagan vaqtda qandaq agashim kasallar kelib chiqadi, qanday diagnoz qo'yamiz, andikin davolashda nimalarga diqqat qilish kerak degandek mazmunlar. Endi bu qand kesili degan nima deganda biz davomli qarindoshlarninki mening shekrim yuqorilab qoldi, bugun shekrim yuqorilab ketibdi, shekrim tuvanlab ketibdi degan gaplarni anglaymiz. Endi u gapning o'ziga qarablam bu shekarning masalasi o'xshaydi deb o'ylanib qoldi. Odatda, amaliyotda bu shekarning masalasi emas. Bu amaliyotda bu badandagi insulinninki yetishmasligi, insulinning rolining yaxshi bo'lmasligi. Ikki turlik qand kesili bor deymiz. Endi cho'ng jihatdan elib aytganda, birinchi tipdagi, ikkinchi tipdagi. Birinchi tipdagida endi bu insulinning miqdori nihoyat oz bo'ladi. Ikkinchi tipda endi yo bo'lmasa biroqli yo'q, yo bo'lmasa bakli kam degan gap. Endi ikkinchi turlikda endi insulinning miqdori nisbatli holda tuvan bo'ladi, ham uning roli yaxshi bo'lmaydi. Hücrelerin insulinga bo'lgan respons yaxshi bo'lmaydi degan gap. Endi bizning badanimizdagi oshqozon osti bezi deb bir a'zosimiz bor. Shu a'zosimiz mana ostida deyilib ko'rilgandek, mana u oshqozon osti bezi. Yegan narsalarimiz, oshqozonimiz yeb, anadikin buningdagi narsalar parchalanib, buningdagi qon maddasi qonga kiradi. Qonga kirgandan keyin bu hücrelarga bordi-ku bizningki organlarimizga ichimizdagi. Bu hamma ichimizdagi organlar bu nima maddasidan tarkiblangan shu hücrelardan tuzilgan bo'ladi. Hamda bu hücrelar nima ish qildi deganda, bu qon maddasi shu hücrening ichiga kirib, ananikin bu energiyaga aylandi. Shuning bilan biz harakat qila olamiz degan gap endi. Shu energiyaga aylandi hücre. Bu qon maddasi hücrega kirish uchun bu insulin bo'lish kerak endi. Insulin qorovulga o'xshash, qorovul kirgizsa kiralaydi bu qon maddasi hücrening ichiga. Bu qorovul agar sen kirmaysan deb kirgizmay qolsa, hücrening ichiga kirmaydi degan gap. Shuning bilan endi bu normal ahvolda endi insulin yaxshi bo'ladi-da hücrening tepida. Davomli yaxshi kirgizib turdi. Qon maddasini hücrelerning ichiga kirgizib turdi. Shuning bilan u qon maddasi energiyaga aylanadi. Shuning bilan biz hayotligimiz davomlashadi degan gapda endi. Mana ikkinchi rasmda endi mayadagi oshqozon osti bezimizningki roli ma'lum bir sabablar tufayli. Ba'zi sababini uqmaymiz. Ba'zida xil alomatlar, sabablar bilan mesela yolg'onlangan xil sabablar tufaylidan bu oshqozon osti bezining roli yaxshi bo'lgandan keyin bu insulinni ishlab chiqarish iqtidori nacharlaydi degan gap. Ya bo'lmasa roli nacharlaydi, ya bo'lmasa ishlab chiqarish iqtidori nacharlaydi. Shuning bilan bu insulin mesela yegan narsalar bu qonga kiraverdi. Lekin insulin mayadan yetarli bo'lmagandan keyin shu mayadagi organlarimizdagi hücrelarning ichiga qon maddasi kirmaydi. Yoki bo'lmasa oz miqdorda kirib, qolib qolganlari qonda qolib qilaverdi degan gap. Shuning bilan qondagi qon maddasi yuqorilab qon kesilini keltirib chiqaradi. Endi muhabbatni so'zlab bo'ldik endi. Birinchi tipdagi, ikkinchi tipdagi, ondan yana birisi homildorlik jarayonida ba'zi homildor ayollarninki insulinning roli nihoyat tuvanlab ya insulin yetishmasligi ahvollari bo'ladi. Shuning bilan homildorlik jarayonidagi qon kesili, gestational diabetes deymiz buni.
aşındaqni keltirib chiqardi. Yani buni asas so'zlaymiz bugun. 90%'dan ortiq endi bu qand kesili ikkinchi tipdagi bo'ldi. Bu buni endi bir yaxshi yeri buni oldin ağıl bo'ldi degan gap endi. Buni oldin ağıl bo'ldi. Mushu ba'zi vaqtlarda kasallar keldi. Shundaq qand kesili emas, lekin qand maddasi mustaqil bir berib qolgan tüpügücü hem de yıkılışıp qolgan. Uni prediabetes deymiz hem de. Qand kesilining oldi, buluş oldi degan bekçü hem de prediabetes deymiz. Unumu numurları var. Aşağıya berib qolguncha, ashuni davomli keyingi so'zlaydigan amallar orqali kontrol qilib tursak hem de buni hem de oldin ağıl bo'ldigan ahvol degan gap. Endi qandaq diagnoz qo'yamiz? Endi bu bakmu sizlarga bakmu muhim nuqta emas, chunki endi doktorxonaga borsanglar diagnoz qo'yib qandaq qiladi bu nomerlarni bilib bundaq qilishinglar endi odatda tekshirgan vaqtlarda muhim bo'ladi. Bu A1C deb bir nomer bor demiş. Qand kesilini diagnoz qilishda muhim ishlatilgan. Bu qandaq qan degan vaqtida bu sizningki shu 3 oylik o'tirhal qanningki yuqori tövelligi 3 oylik. Bir kunlik emas, ba'zi vaqtlarda kasallar keldi. Mening A1C 9 olib ketibdi. Men atdigan jiqroq uning oldingi kun jiqroq yeyapti ekanman yo undaq deb. Uning bilan munosabati yo'q. 3 oyda qandaq natijangiz qandaq bo'lgan bo'lsa, shuningki o'tirhal natijasi hamdir bu. Andiki mashkinsi bundan 6.5 dan yuqori bo'lgandan keyin buni qand kesili deymiz. 6.5 dan tövan masalan 5.9 dan yuqori mundaq bo'lsa bu prediabetes bo'ldi. Ashuningga shu ketib qolganchi shuning oldidagi. Ikkinchisi bu 8 soat tomoq yemay, kechki tomoq yemay, at deganda qanasangiz u fasting blood glucose kirdi. U 7 dan yuqorilab kelsa, o chog'da uni qand kesili deymiz. Anki yan birisi OGTT deb u bir tekshirish suli 75 gramlik bundaq shakarlik suvni ichkizib, doktorxonada shu qon tekshirgan yerda. Anki 2 soatdan keyin qaningizni natijasini olsa, uning natijasi 11 dan 1 dan yuqori bo'lsa, qand kesili bo'ldi. Anki xolgan vaqtda, qanagan vaqtda uning natijasi 11 dan 1 yuqori bo'lsa, mushundan ichida masalan qaysi yuqori bo'lsa qand kesili deb diagnoz qo'yamiz. Endi agar ba'zi vaqtlarda birisilam yuqori bo'lsa, uni atsi yana qaytadan tekshiramiz. Agar u yuqori qolsa, yana qand kesili degan gap bo'ldi. Yana birisi alomatlar bo'lsa, masalan qand kesilining alomatlari deganimizda masalan haddidan ziyoda usaydigan, haddidan ziyoda jiqni qo'zg'adamliq ichib yeydigan, anonkin haddidan ziyoda kichik taratjiq keldigan, anonkin sababsizlam uruqlab ketadigan deganda hamda xilma-xil alomatlar bor. Yani ko'pincha kasallarning alomatlari yo'q, hech qanday alomatlari yo'qlam, o'zining qand kesilini bilmay qonni tekshirishga yuqori chiqadigan ahvollar nihoyat ko'p. Endi bu qand kesilini kontrol qilish nihoyat muhim. Ba'zi vaqtlarda ba'zi qarindoshlarning shu qand kesilim bor, 13-14 chiqadi, lekin hech nima bo'lmaydi deb shu lag'mallarni, xamirlarni jiq silib boshlab yeginni ko'rib bek bearam bo'lib qolman. Endi bu shu zamat bir masala chiqmaydi-ku, buning chataq yeri 1-2 kunda ya 1-2 oyda chiqmaydi. Buning uzoq mazgil ashtaq yuqori bo'lavergandan keyin buningki agashma kasalliklar nihoyat ko'p uchraydi. Beshimizdan oyog'imizgacha esak endi boshdan kelsak endi mingimizdagi qon tomirlarda to'silish, stroke deymiz, andaq bo'lgan. Andan keyin ko'zdan masal chiqadigan, ko'zdan shu retinal complication, ko'zning keynidagi masala hamda shundaqcha agashma kasalliklari. Ko'zdan masal chiqadigan, ko'ranmaydigan bo'lib qoldigan, ashuna qarg'a bo'lib qoldigan. Andan keyin pastga tushsak hamda yurakning qon tomirlari to'silib qoldigan, andan u yurak heart attackni keltirib chiqadigan, yurak kasallik keltirib chiqadigan.
Ananınkin börekimiz. Börekte börekni davamlılık şu tekşürtüp duruş gerek bunun. Çünkü şu börekninki zahmlanışını getirip çıkardı. Uzun mezgillik chronic kidney disease, uzun mezgillik az karakterlik börek kesilini getirip çıkardı. Anlakin şu niripla yalıq sezmeydiğen bop qalğan tutqullarınki şu terisi gimdaq bir näs taçqsa qiziq näsəni bilenmeydiğen hem de onun sensation his nimi yok. İşlemini sezemmeydiğen sezim yok aştaq bop qalğan. Anandan keyin o peripheral neuropathy deymiz. Ondan başqa yana şundaq kichik qonlarning qon tomirlarida aştaq masalalar chiqadigan. Şunun bilan bu diabetic foot deymiz. Davamlı yolluğunu tutulacı. Şu anandan keyin bunda pastiş qandaq sensation yok. Bu yerdə qan ayrılış yaxşı olmay, nervlar yaxşı olmay qılğandan keyin tutulağa mal qarışçı mandaq leg paqalacaq. Şu par paqrab, tükləmi yoqab degəndəkçü paqrab. Aşına bağında bununki yaxşı emasligini bildirdi. Şunun bilan köpüncü vaxtlarda məsələn putlarını kesib ötüdügançü. Şu mening hamda muşu yılmı nurgun kesellerim hamda birişki kesellerim aştaq boldu. Şu bir kesim bir putulallam keldi hamda burun başqa yerdə görünüp qıptıken. Şu yana bir putuğa qarasam, şu hiç qandaq nimi yok. Şundaq yallıqlanıp işte o kitaptan onu davalsak o payda qılmaydı. İstiklam taqap ketidi. Soňa kötep ketidi yallıqlanış bakteriyalar sırtdaki sezimni bilmegendikin asallam bir yerler zahmlanıp şunun bilan u yerdan bakteriyalar kirib, u yerni infection qilib, şunun bilan o qon o'tib degandekçi. Soňa kötep, soňadan qon o'tib degandek aştaq. Şunun bilan qarsam degen şundaq jarahat endi putudiki. Hem putunun degen yaylık tük degen näse yok. Sılık qılqına par paqıraqlıqçı hem de circulation'ın ki şu qanlarning ayrılışının yaxşı emasligi, nervlarninki şundaq yaxşı emasligi, hammasini keltirib chiqargan masalalarçı hamdi. Şunun bilan şu refer qildim, şu vascular surgeon şu tomirlarning nimasiga mas'ul. Şunun bilan men yana bir putunim kesib atdiq degan gap başnaqçı. Bazı vaqtlarda şu nimani kesimiz barmoqlarni. Bazı vaqtlarda putni kesimiz, bazı vaqtlarda müşümavu tızımız var, tızının astıdan kesimiz. Hem şundaq içtimağriylik keseller qarapçı. Hem de aşını aldın ağıl bulduğan nəslərçü. Addi məsələlər bilan aldın ağıl bulduğan məsələlər aşınınğa sal qarap qalğanlıqdan aştaq bulğan əhvallar. Hem de bu ast karakterlik ayrışım keselliklerden başqa da qatqılğa yana ciddi karakterlik əhvallar var. Bunu pek çıkıp sözlemeyimiz bir dönemde. Birisi hypoglycemia. Yani kan miktarı pek tövellep gidiş. Hypoglycemia. Bu pek xatarlik. Ama ndaq desem nememez emdi. Juqur boğandın, töven boğan pek xatarlik emdi. Emdi juqur boğanını onu bunu qılıp düşürüp bunu qılıp bak. Töven bolsa emdi. O mığ geçtim yetmeydi, jürek geçtim yetmeydi deyen gap da emdi bu. Kan matısı degen bizningki bütün energiya, hamma narsamizga, bütün hücrelerning harakat qilishida muhim narsa bo'lgandikin, bu tövellab ketdi degan gap hamdi. Hayotingizni xavfda degan gap. Shuning uchun bu pek muhim hamdi. Şoňlaşqan qan kesellerimde deydiganim, davamlıq yançığında senin bir narsa bolsun deydigan, uşaq snack ya bolmasa bizning deydigan 16 gramlyk qılqında tablet, her birisi 20 gramdan 4 dalaşır. Yançıqın davamlıq səvağın depçü. Aştaqmen qılmaz, bu pek muhim. Yani birisi DKA dep, diabetic ketoacidosis dep. Bunu qandaq uyg'urcha tarjima qilishni bilmadim, kechiringlar. Bu nemish qan kesilidan kelib chiqargan, nemish keton dep bir narsa borchu. Keton haddidan ziyod bu qisiltaliq bir modda endi. Badanga ma'lum bir sabablar tufaylidan insuliningizni ya unutib qoldingiz, bu endi birinchi tipda ko'proq uchraydi uchun. Insulininizni unutib qoldingiz, ya bo'lmasa
Bir mesele boldu. Mesela gastroenteritis, aşqazınız ağrıp ya yandırıdığan, içiniz durduğan, ya bolmasa zukamda qattiq yuqumluq zukam bop qaldınız. Ya bolmasa mesela heart attack bulamdı, yürek kesili. Aşındaq bir çoğun bir bedeningizge çoğun bir mesele boldu, hem stress boldu. Şu sebepler tüpeyildin bu insülin qattiq yetişmey, şu kan maddesi bəhklə ziyade juqurlap ketidi. Ətdən ziyade juqurlap ketidi. Hem de bu bedendeki insülin töven bolğandan keyin bu kan maddesini hücreler işletemeydi, bayatın düşendiğimizde. Onu işletemeyenden keyin glukozda bu energiyani nereden ekildi degan vaqtida bedenimizdeki may maddeleri, hem de fat, aşılanın kep çıkıyor. Bu fat, bu glukozga energiyaga aylanıp qilish uchun bu jarayonda keton deb bir kısıltalık bir maddeni haddidan ziyade işlep çıkarıp dedi. Şunun bilen bedeninin ki kısıltalık nemisi pek eşip gitti. Şunun bilen şu manın oxşaş meseleni getirip çıkardı. Ma tövende kögün olduk. Haddidan ziyade ışsap gittiş. Toxtumay o bir neği çıkıp şunda çarçaş, yandırıp şu köңелешip, qulsaqla ağrıp başlaq kilganını bəzi kesellerçi. Yani ağzıdan fırsa bir xil meyvenin turqi, bir xil puraq çıqıdı. Muşundaq alametler çıqı. Bu əmdi çoğun bir emergency. Bu çoxun doktorxanağa barmısınız, hayatınız bəxətərlik deyen gep. Əmdi aşındaq əhvallar kep çıqqa vaqtda. Hazır aşındaq demiş kan maddesini tekşürüşülər var. Məsələn, nemin barmaq nem qılıb. Şununla oxşaş, şu ketonumu tekşireydigan, suyduktan yoki bo'lmasa qandan tekşireydigan aşta kichik striplar bazı. Aşılarını tekşirip nim qilsanglar bo'ldi, mushtaq ahvollar chiqqanda uchun. Andiki mavjudisi hyperosmolar hyperglycemic state in adults deb bu. Buningda onun keton chiqib, andaq badan qisqarlik bo'lib bunday qilib ketmaydi. Buningda lekin haddidan ziyade yuqurlab kan maddesi bu çoğunlarda bek köp uchraydi. Alametleri o'xshabroq ketadi moddiy key bilan. Şunun ishlarni oldini olish bek muhim. Hamda bu qon kesilini nim qilish bek muhim dedik. Hamda qon miqdorini kontrol qilish beklam muhim. Bayatın degandek hamda odatda 6'da 5 bo'lsa A1C degan narsa qon kesili deymiz. Hamda qon kesili kasallarga nisbatan qancha buni qanday kontrol qilish kerak deganda ko'pincha vaqtda 7dan tuvan bo'lish kerak. Yani yoshroq kasallarimga odatda bir 6'da 5lardan tuvaroq qilganing yaxshi deyman. Belkilam yesh cho'ng, masalan, anchalik muammaydigan, asallam qon maddasi bakteriyalar hypoglycemia bo'lgan kasallarimga o'chal sal erkinlik bor-hamda 7'da 5, 8 ba'zi vaqtlarda. Lekin ko'pincha kasallarga 7%dan tuvan bo'lish kerak deymiz. Shuni kontrol qilishni aytmayman. Endi bu qon besim, qon kesili bular o'zaro bir-biri bilan naytlik tuqqandeklanmamdi. Qon besimi badamning qon kesili bo'lish nisbati cho'ngroq, masalan, qon besimi kasallarning qon besimi bo'lish nimasi yuqoriroq degandek, yurak kesili degandek. Endi bu qon besim odatdagi insonlarning 140dan 90dan yuqori bo'lgan besim deymiz endi. Qon kesili nisbatan bu limit tövaroq hamdi. 130da 80dan tuvan bo'lish kerak. Birinchi numarangiz 130dan tuvan bo'lsin, ikkinchi numarangiz 80dan tuvan bo'lsin. Undan yuqori ketsa, uni dorilar bilan yaxshi kontrol qilish kerak. Chunki u complicationlar chiqib ketadi degan gap. Ham qon besimingiz yuqori bo'lib, ham qon besimingiz, qon maddangiz yuqori bo'lsa, complicationlar, agashim kasalliklar chiqadi. Aniki qondagi may maddasini kontrol qilish nihoyatda muhim. Bu LDL deb bir qon maddasi bor. U eski maylar deymiz, LDL. HDL, LDL aldaq qitimliq, birinchi qitimlilik siyada so'zligimizda shu HDL deb yaxshi may, LDL eski may. LDL tuvan bo'lish kerak, HDL yuqori bo'lish kerak. Yaxshi maylarmi bormi badanda? Bu LDL deganimiz qon kesilida cho'qin 2dan tuvan bo'lish kerak.
Adet tekşürsek keserlerinin mesela adette başka erkana kademdeki tekşürsek mesela 3 etrafıda çıkıyor. 3 tımanca depçi. Bazaniki 4 tımanca hemdi. O jukri diyen gap hemdi. Ma kan kesilligi nispeten LDL 3-4 degan bek jukri. Şikkidin tön buluş gerek. Çokum şikkidin tön buluş gerek. Şunu bilip alsanglar boldu. Andan keyin yılda bir qitim ko'z mutaxassislarga nima qilishmish. Bayatdan deganimizdek ko'zni cho'qim yilda bir qitim tekshirtib turmasak bo'lmaydi. Uni tekshirtib turmasak ergashma kasalliklardan chiqqan-chiqmaganini bilolmay qolamiz. Andan keyin yurakni davomli doktorlaringizga tekshirtib turing. Andan keyin suydiqni davomli tekshirtib turish. Hech bo'lmaganda yilda bir qitim suydiqda oqsil moddasi qanchalik Sözlükte aksıl maddesi normalda hem de aksıl maddesi asasiyatten bulması gerek. Lekin hem de şu kan kesili uzak mezgil bolgandan keyin böreklerinin rolü acizlap şu aksıl maddesi işte ötüp ketadigan şu ahvallarga sözlükten kan maddesi çıkılgan hem davamlı bu aksıl maddesi çıkıverse o çağda bu börektenki rolü zayıflaşıp ketadi degan gap. Son yılda bir qitim bolsunmu urine ACR dep bir narsa var. ACR. Aşı narsani yılda bir qitim tekshirtib turishingiz kerak. Onundan başqa hamda ma bayatdan dedik, hamda putimizning kesilib ketmasligi uchun hamda putni davomli tekshirtib turish kerak. Men kasallarimni qanday nima qilmaydi deganda putni kunda putunga yaxshi qarab putni tekshirgan vaqtda mundaqla qarab qo'ymay, putunning har bir barmoqining orasini echib turib, har bir barmoqning orasini tekshirib boqsan, andan keyin shu putninki ostiga qaraysa debchi. Ba'zi vaqtda kasallar putning ostida zaxilqimdoq yo'g'on bir zaxmlarning borligini bilmay yurdi-chu. Kelgan vaqtida qarasam putning ostida u bu narsalar bor degandek. U ostiga bir qarash, oraliqlarga qarash bek muhim. Chunki oraliqlarni bilanmay oraliqlarda kichikgina bir zaxmlar bo'lsa-mu, shu yo'g'inab, anadikina shu qonlar kirgizadigan narsa ahvollar bo'ldi. Andan keyin ruhiy sog'lomligingiz bek muhim. Hamda bu bir jarayon, bu qon kesili ham cho'ng bir jarayon. Bu jarayonni besish uchun nihoyatda kuchli ruhiy sog'lomligingiz bo'lmasa bo'lmaydi. Bu uzoq jarayonni oson emas bu-chu. Qo'lingizda to'xtatmay nim qilayotgan qiningizni tekshirish uchun. Endi bir kichkina bizning odatda nim kirib ketib baqsin, tikan kirib ketib baqsin qo'limizga qanchalik og'riydi. Ashuna necha qitim sanjaysiz shu jingni Andan keyin unarimdan bir qanday masala chiqadigan deb ashnadan ansirayotgan voy juqurib ketibdi, voy tuvallab ketibdi deyotgan degandek. Hamda o'tgan qarindoshlarning orasida shunaqa tajribasi bo'lsa, uni bahrilib nanimsi bo'ldi keyin. Hamda haqiqatan bu oson emas bir jarayon bu-chu. Bu jarayonni nim qilish uchun birinchidan shu mening ruhiy sog'lomligim qandoq deb o'zingizdan so'rang ashun uchun. Endi bizning Uyg'urlarning orasida ruhiy sog'lomlikka bo'lgan ko'z qarashimiz nihoyatda nima deymiz endi atrofimizda qarindoshlar bilan paranglashganda nima qilamiz? Menda yo'q deymiz endi. Hozir endi bizning beshimizga kelayotgan bu kunlarga nisbatan endi mushtaqli bir chiqib ketib qolmadik endi-chu, ko'chaga chiqib ketib qolmadik endi beshimizga kelayotgan dardlarimiz shu darajada teshib turgan ahvolda siz qon kesili bo'lib qolsangiz, bu uzoq jarayonni nima qilish uchun ruhiy sog'lomligingiz bek muhim. Azroq bir xomishlikning alomati bo'lsa, azroq bir ruhiy sog'lomligingizdan masala chiqqan bo'lsa, masalan, hech bo'lmagan davomli yig'laydigan bo'lib qoldingiz. Gapingizni o'rganmaysiz, kichikgina gap qilsiz, bir odamga gap qilsizlarmi yig'laysiz. Ashlarning hammasi shu ruhiy sog'lom tushkunlikning shu xomishlik kasalining alomatlari. Darhol doktoringizni ko'rining. Nurg'un davolash usullari bor. Dorilarmi bor? Bak qo'rqib ketadigan dorilar emas. Bu dorilarni cho'qim bundaq ko'chadagi odamlarla ichidi, bu musulmonlar
bundaq nima bo'lib qilishi to'g'ri emas. Men faqat imonim yaxshi bo'lsa, mening bu depression bo'lmayman deydigan, boshqalardan nomus qildigan undaq ahvollar bo'lmaydi. Bu ruhiy sog'lomlik bek muhim. Endi qand kasalligini qanday kontrol qilamiz degan vaqtda endi bu asosliq masala biz har qatim deb kelayotgandek yemak-ichmak endi. Yemak-ichmakka bakli diqqat qiling. Ikkinchidan davomli chiniqib berish, andan badan og'irligini kontrol qilish. Semiz bo'lsangiz, semizligingizni kontrol qilish. Endi bu semizlik to'g'riliq urug'lash to'g'riliq ayrim bir leksiya qilamiz deb qoldim qatim. İnşallah. Ruhi dünyasını rahat tutuş, andan qağaldırğa, endi doğru kullar degandek, insulin degandeklarni vaqti-vaqti bilan qilish. Endi bu birinchi topik yemak-ichmak yetakchisi. Endi esinglardimi birinchi qatim leksiya so'zlagan vaqtimizda bizning yegan taqsimiz. Shu taqsimizni ko'z oldingizga keltiringlar. U taqsaning 20 u chaqda vegetable and fruits lam dedik. Seyküktat mevciviler dedik. Taqsinin 20'ni. Endi ma 10 tarafını ma yani 4'ten birisi endi ma bir bulununu karbohidrat dedik. Endi bunu karbon su birikmesler tercüme kıldım. Bu endi qan maddesininki qan maddesi bana aslamdi. Endi ma protein degan ma ikincisi endi bu aqsil maddesi. Aqsil karbohidrat andikin mayan tarafı vegetable and fruits dedik. Andikin su içimlik üçün su iç dedik, o özgermedi. İkinci, üçüncü, dördüncüsü özgermedi mataqsimizda qand kasallarga. 10 taraf, 20 taraf bu özgerdi. Bunu nima dedik deganda non-starchy vegetables dedik. Bunun 20 vegetable and fruits emas. Seyküktat mevcive emas. Non-starchy deganimiz kraxmal. Kraxmal maddesi yo'q yoki bek oz bo'lgan seyküktatlar. Bu o'zgarish mushtaq bo'ldi endi. Oldin qatim leksiyada bor bo'lsanglar, men farqini his qilasizlar inshaalloh. Bularni endi bir-birlab so'zlaymiz hozir. Kraxmalsiz seyküktatlar. Qarindoshlar, men mani tarjima qilish uchun kech kunduz o'tirib kompyuterning oldida shu bizning lug'atlarimizni tekshirib kompyuterdagi to'rlardagi shundoq qiynalgan holatda tarjima qildim buni. Endi bu ba'zi narsalarni ko'rib bu lug'atlardagi shundoq kulib ketdim endi-chu. Ular tistab yozsangiz lag'man deb chiqadi ekan. U ba'zi narsalarni men hanuzcha degim kelmay, shuning uchun hech bo'lmaganda bir undaq uyg'urchasini bo'lmasimi turkchasini bo'lsin topsam desammi nim qilolmadim. Shunga mavu sizlarni xato mavu desanglar keyin buni o'zgartirib qilsak bo'ldi inshaalloh. Kraxmalsiz seyküktatlar degan vaqtimizda bular nima uchun 20 egallaydi qand kasalligiga nisbatan deganda biz shu buningda ham deydi taloliq moddalar, fiberlar jiq, vitamin, minerallar yuqori, andikin mayli kaloriy tuvan, kaloriy deymiz bu endi kraxmal maddasi tuvan, kaloriy tuvan. Buningda qand maddangizni yuqoriltib etmaydi degan gap ma'noda uchun. Bu qaysi narsa deganda buningga 4 bet bor hozir ma'noda. Shu tarjimada masala chiqqanligi uchun tarjimada qiynalganligim uchun shu rasmni asos qildim. Endi rasmga qarab hamini bilalaymiz-ku. Bu birinchisida oldingi betda bu birinchisi bu asparagus deb buni endi tarjimasi qarasam buni chechengul deb topdi. Chechengul deganni bilasizlar, bilamsizlar ya ma'noning ya uyg'urchasi qandaq nimasi birinchisi. İkincisini bu davamlıq bilimiz var. Ama birincisini bu çiçengülni ben burun bekimcik yemeğe hazır bek yiyişini bek ügünüp aldım. Şu mantı dimleydiğen kaskınımızı seliplam. Şu aslında mantı pişirgandek 1-2 minutlam kaynak suducu. Şu uğurlandırıplam. Bundan dikili qandaq soaslarını yasap, bundaq tügürüp yesek,
Açık su lazımlarını yesinizin burada gelmezsen açık su lazım yaxşı görsünüz saat başka saatlar ne yapımız. Bek beyz oldu ki. Andikin bu ne? Mayadikiler ama nimi sapmayaydı ki. Avun sapçu ma nan pişirdiğan yerimiz var o. Nan pişirdiğan. Aşından selep tüplerge ma sesimi ak uşak nim bağı nim deyimiz Uygurca. Küncüt, ak küncüt. Ak küncütlerini silip başta kısılmış. Şunda peyz bulduk ki. Anki maşkinsi ma o nimo buna devamlılık yiyimiz bu. Brokoli bilen cauliflower. Brokoli da yazıptı tercümesini. Cauliflower'ını çiçek seydaptı. Bunu hali yaxşı gördüm. Yani çiçek seydisi mu make sense. Çiçek seydaptı ma cauliflower'ını. Üçüncüsü ma o elki Brussels çiçekleri de baktı bunu. Mayla küçük ulan kakuk şeydiken küçük. Ma aldıkıtım yemek içmekleyen sözge vaktimiz söz olduk bu. Bunu mu? Şu mantı pişirilen kaskanda şu nim kılıp bir iki minutlar kılıp bunun sal azırak vaqt çık ketediken hem de sal yumuşap nim kan pek ötküzelsek bolmaydı yani. Aşta kılıp unu mu aşda salsanı nim kılıp yesek umuşundaq pez oldu ki. Andiki ma bizdinki yeydigan çoğ lanqa bunu mundaq kesiplan bunu astı avundanki nam pişirilgan yerde pişirip nim kıtı töpülerge mundaq blackberry nimlarni qarmoç axmış degan narsani saplan. Andiki malı sevze. Endi bulan narsalarniki hammasini bundaq o'ylab baqsaq, masalan, gamperlarni qilgan vaqtimizda masalan, agar qo'rib yeyishni yaxshi ko'rsangiz, qo'rsangiz bo'ldi masalan, unda cho'nqur qo'rib etmay, bak uzoq qo'rib etmay, ozlam nim qilib. Masalan, malazlan saylarni qo'rib yeymiz odatda masalan. Yani şu gamperlar bilan yesim. Endi qan kesilning ma nima yemek ishmasliklarini ko'rsasam, bak ichini og'riqdek bek boring, bek zirkişlik tamaklarımı dep burunlardan aştaq oylayımız emniyetçi. Bularının yeydiğini elki kup qara, şundaq mənisiz bir tamaklar dep. Emniyetli bularını elki siz yaxşı gördüğün, enjoy qıldığın şekilde arlaştırıp, xilmi-xil usunda bularını qılıp yesek müçü. Onunki unçılar zirkişlik olmaydı ki. Maşkinci battık endi bunun da ma birinci çıngsay, ma kerepşe depdi. Kerepşe degende deyimiz bu deyme. Ananiki ma terxemeklerini mi mundaq fan qılıp tepiga onu bunu qo'shib bundan qılıp ma bu astidagi çeyzini mi bu Türk xalqining yemek içmek nimelerini bek yaxşı gördüm ben. Bir neçə qatim berib qaldım bir Türk qardaşımızdan şu Kanadadakı Vancouver'daki. Aşu dasqınıga qarasak, endi şu derecede isil salametlik paylık narsalar. Birlam şekerni çayga sep içtim başka. Şu derecede güzel yemek içmek bütün salametlik paylık bo'lgan narsalarni ishiltirganda manimi men bir Türk qarindishimizning qig'inini ko'rgandim. Uchinchisi chezining ishiga uni buni Pidigen. Pidigen chezi. Pidigen. Rahmat. Pidigen deb o'zgartirdi. Jumi chezi degan u hanzucha gap emas-ku. Hanzucha chezi deydi u. Chezi demdi, chezi deb o'zgartirgan. Uyg'urcha pidigen kenam. Razı olsun. Pidigen deb o'zgartirib qo'yaylik. Arzugul qardishim mashini. Lanxa deganmi? Kallak bəsəy deyimiz Uygurca. Kallak bəsəy. Yani bəsəy deganimiz mi Uygurca emas bu deyme? Deyimiz bəsəyin. Bəsəy. Evet, Bizdə qo'saq bo'g'adaka lanqani kallak bəsəy. Mush qarindoshlar shu nimga ma topqa shuni bundaq yozib qo'yinglar. Mana chezini nim dedik? Pidigen dedik. Pidigen. Çeyzi pidigen, anadaki mavut nimini, lanxani, kollek bəsəy. Aşağı kırgızıp koysanlar, dikin qarindişim özgərtib nimini koysa. Allah razı olsun. Lanxani kapuska deydi, o deyme. Kapuska deyimiz. Kapuska sözü ba, anadakin eqimi ba onun, anadakin ma bu sözü ranglikmi ba, hen birsiga ma yesibilek deyimiz bəsəy emas. Yesibilek. Men yesibilekni anlagan.
Aşın derhal yazı olaylı. Bu tılımız yo'qolib ketmesin. Aras demisimi ben şunda qiynaldım bunu tercüme qilish jarayonida. Aslında ben topqili chiqarib qo'ysam bo'pti-ku, mani tarjimasini deb beringlar debdi, rasmini chiqariblar. Bu da işte qilsam bo'g'ida, qarindoshlar, hammalardan Allah razı olsun. Amin. Hakikaten to'g'ri. Hozir Turkiyada hamma yerlarda Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Ben çok iyi buldum. Türkiye'de nurgun şu Xitayca gapni aralashtirib, yili Türkçe, yili İngilizce. Özümüzün tili iş qilib, qadrlab qilmasak, hozir yo'qolib ketay deb qoldik. Şu bek bu iş endi şu. Aşın derhal o'zgartaylik. Muşlarning orasida qaysini tashlab masal ko'rsanglar, ashuni shu to'rg'ilab yezib qo'ysanglar inshaalloh ashuni hammani o'zgartib qilaylik. Nimani o'zgartganini. Yesivilak. Bo'ldi. Andiki bu nimasi yana birisi, buni kale'ni kali debdi. Shu tarjima qilgan yilqi shu to'rdagi lug'atimizni o'zgart. Ashuni kim nim qilgan bo'lsa, shuningga fikr qilibchi, mana o'zgartaylik deb. Qarasak, butun shunday jihataliklar bor. O'zgartib qilsak bo'ladi. U kale'ni kali deb topdi. Kale'ni bilamizlarki, kale degan bu qanday yopirmoq palak o'xshash, bu yeshil yemeklik. Yani bunu kali deb tarjima qildi bizning endi Uyg'urlarda vatanlarda bak chiq yeb boqmabdi ekanman. Shunlashqa buning Uyg'ursini faqat bilmadim. Kali deb topdi, lug'at bo'yicha o'xshash qilib oldim. Andiki o kolards deganni kolat deb topdi. Bu bir biz vatanlarda yeb boqmagan narsa bo'lg'ach shunday qilib tarjima qilib qo'ydimkin deb o'yladim. İngilizcega o'xshashlik qilibchi. Ammo aslidagi hamda bu yer merzi deb tarjima qilibdi mushroomni. Mushroom, mogo degan nachi gapdi, bu Uyg'urcha gap. Uyg'urchami bu ya? Mogo degan xanzucha gap, uni Uyg'urchasi gumbadek. Gumbadek? Gumbadek. 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 Ashuni ajab yaxshi yezib olaylik ashuni. Mana yer merzi deb tarjima qilibdi bu endi. Yer merzi deb tarjima qilibdi. Men hayron qoldim, bu ajab bir tarjima qilibdi dedim. Men lug'at bo'lgandan keyin ishinib endi yezib qo'ydim endi ayaga. Gümbelek. Gümbedek. Gümbedek. Allah razı olsun. Endiki yana bir batma bu okra. Okra deb topdi. Bunun da vatanda buni bak mishiltib ketmaymiz ku deyman shuni. Okra degan Laylagul. Laylagul. Ha. Okra, Laylagul. Aslidagi bu yeşil purchaq. Green beans, yeşil purchaq. Andiki snap peas degani snap peas deb topdi. Mayliqi kurus qilib yeydigan, pishirmayli yeydigan snap peas deb narsa bordi. Bu vatanlarda botdi deb o'ylayman, lekin Uyg'urlar bakmi shiltib ketmaydi deyman buni. Bunun yeşil purchaq deb aytsak bo'ladiki, marjo'ga. Ananiki peppers, qizilmuch, ko'kmuch deymiz-ku malani. Bunun Türklerninki nimisida shu bir Türk qarindishimizning mushtaq qilganini. Bular shunday ilqi sirtini masalan biz xemirlik narsalarni qilganmiz. Masalan, chujura, banshir degandek narsalarni teshik xemir qilib ichiga yemak. Türk qarindoshlarimiz nayt aqllilik bilan mandaq narsani sirtiga seyklikda masalan ba'zi vaqtlarda nima dedik? Lanqani bayatın kallak yesivilak. Kallak yesivilak dedik. Kallak yesivilaklarni mo'shtaq nima qilib pichik bir narsani silib, ashtaq qilib bak salomatlikka bak yaxshi narsani ishlatadi ekan bular. Andan keyin mana u yesivilak, undan keyin palak. Men bir yig'siz qo'shib qo'ysam, odatda cho'nliqqa oq basay bor. Shu basayni yesilmak deydiganmiz, ya'ni bir qat-qatlanxani, uni kapusta deydiganmiz, shumi? Kapusta. Lanxani kapusta, cho'ng basayni yesilmak deydiganmiz. Yesilmak kapusta. Anlagan juma shu kapusta degan gaplarni. Bu lug'atda men anglab boqmagan bir narsalar bor ekan, hamda amal yo'qlik yozib qo'ygandim. Ashlarni o'zgartib qilaylik inshaalloh. Yesilmak kapusta. Endi manunda
bu arugula degeni bunu durula dep yaptı. Bu mu bir yeşil yemeklikmiş parlak okşaşçı. Ananınki yan birisi zucchini depti bu. Zucchini dep bu. Nime okşaş zucchini depti manasını. Kabuk şeydi şuna. Ananınki kavla. Siyah kava bu kavlanın mı bek türleri bek kılmıklı oldu bu. Manada hem de siyah kava depti. Muş kavını muras lügatta suluk ışık da yaptı. Suluk ışık. Bu kandak lügatta anlap bakmagan gepler var genço. Suluk ışık da. Bu suluk ışık demdi o ya Uygurca deyilgan ahval bamiya. Kava dep aldık hem de. Manda şoxla. Ama şu tamak nimelse kütaplar karsak. Mesela özümüzden tamakını oylap. Bunu mandak ayrım kılıp, mandak kılıp yesek mi buldu. Lekin bizim tamak adatlarımız nihayet güzel tamaklarımız bağlıgan dikin. Aşı adatlarımızı taşlapla mandak yap gelsek ayrım kılıp. Umu özümüzden tamaklarını, adatlarını, medeniyetimizi taşıp etken bulunuz. Şu an şimdi şöyle özgertip digendek mesela aldan qetim dedik ki mesela şu sırtını tütüre benşer digenlerinin sırtını nipis kılıp onunla ak ununu işiltiştim. Amal ba onu nim kılmay başta biz ile deyimiz hem de şu multigrain derslerini işiltip kılış digendek. Hem de mesela şu kampalan dümlep, rice'lan dümlep yap, görüşlen dümlep yap kığa vaxtımızda. Müştahıl nimeler sekültatlarını kılıp kısak salametlikine ait yaxşı degen gep. Adatımızda kan kesili yoxlamı diyorum da müştahını işlesek aldığını ilişka yaxşı degen gep de hem de inşallah. Hem de bu asasiyatten tügü değil mana. Bu bir taksimizden 20 tügü değil. 20 tügü değil hem de 20 kaldı. 20'nin 20 hem de aksılmatısı dedik. Aksılmatısı degen vaxtımızda nima göç türüdeki hayvanlardan kelgan aksılmatısı yani birisi üsümlük türü hem de plant based aksılmatısı. Hem de manada bu asasiyette göçnün nimesi hem de. Mesela tohu göçü deyimiz, tohum deyimiz hayvanlardan kelgan aksılmatlılarcı. Andikin kürk tohu göçü. Türkiye'nin şuna da baktığı kürk tohu göçü depti. Kürke. Bu lügattan aldım hem de şu. Andikin belik türü, salmon degende xil beliklar. Andikin qululu belqi, shellfish, shrimp degende. Andikin bu şu kalgışı, koyguşı degende kemdilqi maysız taraflar hem de. Lean beef, lean meat degemiz hem de. Uruk. Maysız göçler degende. Andikin irimçik ve kesme irimçik. Muşlamı hem de şu hayvanlardan kelgen aksılmatısı diyenge. Mavu emdelki plant based, mavu üsümlüklerden kelgen aksılmatlık yemekler. Bunda xil pırçaklarımız bağı, pırçak, lentils. Bu lentils ne yesimok deyimiz. Nimo? Yesimok. Aşırı yesimok. Bu Türk halkı beklici kışıldı diyen. Biz bunu bu Türk soup deplam Türkiye'nin şorpsi depla bunu yasap yiyemizken şu lekin Turkish soup dep atapçı lentils ne mal lentils ne aşnım yazıp böyle özgertip yesimok bu nayt salametlik paydalık aksılmatlıları andaki mal hamas diyen içeriden tapamadım biz Uygurlaştırmayacağın nasıl okşaydı bu dep oldum oturdaki malki sekük tatlarında tügürüp yediğin nesler var o ketik okşaş. Şu hamas degen noktunu ezip yesemiz go. Noktunu ezip maşıtam. İzilgen kimselsek bokta onda bolsa. Samsas neslen arlaştırıp yesediğin. Noktunki melhmi deyimiz moyaki ezmisi, nokt ezmisi desek doğru oğudak. Nokt ezmisi de başına kırgızıp koyaydı. Allah razı olsun. Oy menin bu leksiyasım nayt güzel okutulgan boldu da Uygurca şundak güzel atalımlar bilen inşallah. Andaki ma falafel dep bu mu bir xil bu mu aksılmatısı türü kirdiken. Ma nuts mesela yanaq deyimiz, badam deyimiz
Natning o'zini topolmadim lug'atdan. Meg'iz. Mig'iz. Aha. Nat degan barliq quruq yal-yemishlarning hammasini nat deymiz. Barliq quruq yal-yemishning hammasi nat deb ataydi. O'rtaq atalg'usi nat. Bunda şu nat degani bu inglizcha gap endi-chu. Bu hozir mig'iz degani rost mig'iz bo'ldi-da, bu rost mig'iz. Men shuni bilmay lug'atlar qarab yuribdim, lug'at qarsam nat deb berdi, demisimi? Shuning bilan nat deb yozib qo'ydim men. Alloh rozi bo'lsin. Endi shu mig'izlardan yasalgan, ishlatmasak unutib ketamiz ana. Mig'iz deganini bilmay. Mig'izdan yasalgan seriq may. Aşılardan mesela peanut butter, bu butter deyimiz var, şunun okşaş mayları. Ananınkin ma bu tofu. Tofu'nu Uygurca ne deyimiz? Tofu deyimiz bu. Tofu deplam aptu lügatte. Tofu. Fırçak butkusu Fırçak uyutması. Fırçak uyutması doğru. Aha, onu özgert koyaydı inşallah. Fırçak uyutması. Mana şular naqsılmatlı yemeklerinde bu. Taqsimizninki 20 tugdi, hamda yana 4dan 1 qoldi inshaalloh. Endi kraxmal matliq yemekliklar. Bir bulungi endi kraxmal matliq yemekliklar deymiz. Oldin qatim men birinchi qatimliq leksiyada so'zlagan o'xshash multi-grain, masalan, dolliq ziraat yemekliklar. Tabiiy dolliq ziraat yemekliklar. Onun kipkin tasqamagan, aştaq tabiilançı mesela. Amal ba, aq unlarni, aq görüşlerini amal ba az işletişimiz gerekkençü. Yani bu kan kesliğe nispeten mesela. Mening atrofimda mush kan kesli ba qarindoshlar ba. Ularni gapini anglayman. Mush kasallarimning orasidami? Aştaq kasallarim bada, hamda kan keslilar. Mush kichikkinamlam nan yap qo'ysam ya kichikgina oq unlar yasalgan, oq guruch yasalgan tomoqlarni yesam, yuqurlab ketdi qanmatdan debchu. Ko'pincha kasallar ashtaq deydi. Shunga amal ba u narsalarni o'shimiz ketibgina og'rimagan mushaq narsalarni yesak, qon kasalini yaxshi kontrol qilib bo'ladi inshaalloh. Kinva deymiz, kinvani oldin qatim kinva deymiz dedik-ku, endi bu inglizcha kinva deydigan. Şu kinvada deganda masalan oatmeal bilan hozir men burun oatmealni jiqishlatib nim qilatdim. Deganlik breakfastga flaxseeddan aralashtirib. Hozir bu kinvani oatmealni arpa deymiz, Arpa? Arpa bilan nimani? Assalomu alaykum, uzr. Oatmeal deganimiz sulu. Arpa deganimiz bargel. Barley'den siz ya. Barley arpalandı ya. Rahmet. Barley Sulu arpası değil mi? Ot degeni mi? Yadım kalmış. Hem dedim ki sulu arpası deyimiz mi? İşte bu narsa deyimiz. Aslında yazıp qo'yinglar. İnşallah shuni o'zgartirib qo'yaylik. Andikin mavu masalan mavu qora pastalar. Andikin mavu bulgur dedik, oldin qatim. Bulgurni nima dedik? Nimani? Bulgurni oldin qatim. Shu bulgur dedikmi? Bulgurni polog qilib yesak, masalan, o oq guruchni ishlatganning o'rniga qand kasallarini so'zatganki, qand kasalini deylik. Shu bulgurni nima qilib qiysa, qan moddan faqat o'rilmaydi deb amaliy misollar orqali, amaliy tajribalar orqali qarindoshlardan nashaq deydiganlar bor. Mana shu bulgur bilan oilasiga oq guruch bilan dimlab, o'ziga shu bulgur bilan guruch dimlab kelsa, poloning pek o'xshaydigan to'g'ri. Ondan keyin endi bu qan maddasini kontrol qilish night foydasi bo'lganligi. Amaliyotdami qan kasali yo'q qarindoshlarmi masalan shu ishlatsak, bu night yaxshi o'xshaydi ekan. Bu shunda bir zerikishlik, ajab bir mani yeb qoldim deydigan azoblangandek narsalar emasga. Men bulgurlarni ishlatib ketib bormay hozir.
şunda tamaklar degan o'xshab ketib bordi degandekchi. Masalan, kinoadimi deganlik nashtida kinva bilan shunda ko'z deb yana bir narsa bor ekan. U shundoq bayz ekan. Uningga mushtaqli chilab qo'yibli qaynoq suvga ko'z deb ma'noga yozmabdi. Ko'zning uyg'urchasi nimki uni bilmadim. U shu darajada qand kasallariga shunday yaxshi. Shu go'rishning o'rinlashasi bo'lgan yemeklikkan kraxmal matli yemekliklar. Couscous degan inglizcha atalishi lekin ushshaq bulgur. Nimaga Turkiyadagilar yaxshi bildi. Bulgurni pilavliq bulgur, andan keyin yana köftalik bulgur deb ushshaqlarni köftalik bulgur deb ataydigan. Ushshaqlarni couscous deymiz. Köftalik bulgurdan azroq cho'ng bo'ldi endi couscous. Lekin uni o'xshash shaklda ishlatgan bo'ldi, o'xshash yo'l bilan. Lekin yana bir kraxmal matli yemekliklar turidikilar. Bu kraxmal matisi bor sayköftatlar. Bayatın kraxmal matisi yo'q, sayköftatlar deb taqsimimizning 20 to'sh qazg'andik. Endi bu kraxmal matliq yemeklikni bir bulunga agar manaslarni yesak, endi bu kraxmal matisining rolini o'ynaydi endi. Bu sayköftatlar, lekin kraxmal matisi bor sayköftatlar endi. Bununla şu ilqi nima kava, bunu suluq qishiq deb apdı. Man acorn squash degani chayon suluq qishiq deb apdı nimada lug'atda. Shundaq shu ma'nodagi kavalar, xilma-xil kavalar nima butternut squash degani kipinak chuchuk buya deb apdı nimada lug'atda. Bu ikkinchisi. Bu bir xil kavning turiga kirdi ekan-ku. Ananiki mau yeşil ko'kburchaq. Mau alqi oq sabzi deb oldim parsnip deganni. Andikin plantains deganni aranada bilganlar bormi ekansizlar? Buni yava banan deb olsak bo'larmikin? Yava banan. Bizning nima geni o'zgartirib etilgan bananqo malatan tabiiysi buni pishirib yeyish kerak. Yava banan. Masalan, odatga yeydigan bananlar tatliq bo'ldi, uningki shunda yeyish bo'ladi-ku, masalan. Uni kirgizmabdi buningga. Mush plantains-ni kirgizibdi. Buni yava banan desak bo'ldi. Night buni oshmoqdas. Buni bundaq pishirib yesam bek payz bo'ldi ekan. Shu duxab qulog'i selib degandek. Bu shu qand kasalligiga bek yaxshi salomatlik foydali. Bu yana bir xil kava ekan, pishirib yeydigan degandek. Endi shu narsaning hammasi shu darajada kengri doiradan shundaq tanlash doiramiz nihoyatda keng degan gap bo'ldi endi. Qand kasallik bo'lsa Aniysam qurlaydi, maniysam qurlaydi deb bilqi. Yemsam qurlaydi deb ba'zi qarindoshlar borchu. Suysam qurlaydi deb ashaq deydigan. Amaliyotda mana shu darajada kengri darajada endi tanlash nimamiz bor ekan endi. Inshaalloh. Endi buningda alayda biz ilqi magan bir bet bakentda bu kraxmal matli yemekliklarning purchaq turidagi yemekliklar. Masalan, qar purchaq, börek şekildagi purchaq, andikin mau pinto beans deganlar o'rta purchaq deb topdi, garbanzo purchaq deb topdi, xilma-xil purchaqlar endi-chu. Shu purchaqlarning hammasi bularmi tarkibida kraxmal matisi bor, purchaq turidagi yemekliklar. Bunda qarasanglar bu aqsil matisi bor yerdimi bor. Shunda bo'lganda bir xil yemeklikda cho'qim bir xil matisi bor deganlik emas endi-chu. Uni shu kallimizda masalan mayli lag'ma yeyli, mayli polo yeyli. Har qanday narsa qilganda, masalan, tamoqlarni yaxshi salomatlikka foydali bo'lgan narsa bilan aralashtirib etib bo'lgandan keyin tamoqni bizning ham mana ayrim taqsimimizning yerimiz cho'qim maturish kerak, mandaq deydigan tamoq turlarimiz oz. Ko'pinchasini mandaq birlashtirib yeymiz-ku. Birlashtirib yegan vaqtimizda qallimizda bir son bo'lsa, ash taqsimni o'ylab, ash taqsimning qayerga bordi? Ma yegan go'rchim qayaga bordi? Yegan go'sht qayaga bordi? Sayko'ktat qayaga bordi deb ashni o'ylab turib,
aşı miqdar boyunca yesek hem çoğum manç persen deydigan gap yok hem bunun için. Çoğum manç persen deydigan gap yok. Kallımızda asosiyatin hem de şundak bir idea bilen nimtsak buldu hem de. Taksimizningki çoğun küçüklüki pek çoğun olup gelsin bu maydanda. Taksini mındaq yeyimiz deyişken toqtapla yoğun taks. Onun nima qand kesiligi biz ama gaylan qarsam 9 inches depti. 9 inch deganimiz necha sentimetr bo'ldi ekan? Taksinin cho'nliqini deb biribdi ma gaylandichu endi. Uni o'zimiz hisoblab olsak bo'ldi inshaalloh. Andiki mana eng oxiridagi kraxmal nimasiga qarasak, uningda hamdiligi o'yligi usturdagi narsa deymiz, qetiq deymiz degandekchu. Ularni kirdi. Anadan keyin eng oxirgi bat qoldi shu nimaninki. Kraxmal matliq yemeklarniki eng oxirgi betga qarasak, qetiq, andan keyin mevchilar. Bu bizningki birinchi leksiyada so'zlaganimizdek taxsning sol tarafidagi sekretat mevchilar deb qo'yganimiz uni o'choqlarda mevchilarni yaxshi tafsil tushuntirib bunaqam. Maqetim endi bu qanqasiga nisbatan mevchilar quruqlamda yo'l bulamda mevchilar bu endi shu kraxmal matliq yemeklarningki orasida bulung kirdi endi. Mevchilar to'g'riliq ham oldingi so'zlab qilgandik endi inshaalloh. Bu qand kesildan qattidan ziyoda mevchilarni bo'lishiga yapmana qilsaqmi bo'lmaydi degan gap shuna bo'lgan. Taxsining bir bulung'i kirdi degan gap. Andan keyin ichimlik uchun suv tanlash buni tafsiliy qilib oldin so'zlagandik. Menimcha maqatim qatnashganlar oldin qatim bor deb o'ylayman. Cho'qim shu ichimlik uchun suvni tanlash, amal bor qandaq ichimliklarni ichida soda bor, ichida qand maddasi bor, shakar bor degandek undaq narsani amal bor ishlatmasak, bularni qand kesiliga nisbatan bu nihoyatda muhim. Bek tamliq qilib ishlatishga to'g'ri kelib qolsa, masalan, mandaq ancha shu narsalarni aralashtirib qilsak bo'ldi, endi ma'noda mevalarni kraxmal maddasi bor, qand maddasi yuqori bo'lgan mevalarni amal bor ishlatmaslik kerak endi qand kesiladi. Endi bu oldin qatimliq nimadan nim qilgan amal bor suv ichish, choy, kofe ichsak bo'ladi, lekin uningga endi amal bor shakar moddalarni sanmay kunda bir kaplardan ichib qo'ysak bo'ldi inshaalloh. Yana bir bat. Buni tafsili so'zlamaymiz, oldin qatim bak tafsili so'zlagandik bu to'g'riliq. Andan keyin endi yig'inchoqlab aytganda endi bu nihoyatda kengri tanlash nimamiz bor endi. Yemek ichmak qand kesiliga nisbatan. Buni cho'qim siz diabetic diet deb bilqi nima yo'q. Diabetic diet cho'qim mandaq formula bor. Mushuning bilan mening deydigan gap yo'q. Bu turlari dietning turlari nihoyat ko'p. To'g'ri chiqsanglar dietning turlarini bak xilma-xilni ko'rsizlar. Low carbohydrate diet, kraxmal nimasi, karbon suv birikmasi miqdori bak tuvan bo'lgan, andan keto diet, Mediterranean diet deb nurg'un diet turlarini ko'rsizlar. Vegetarian diet deb hamdichu. U dietlarninki ko'pligidan masalan, qaysi sizga mos kelsa, shuni tanlab, anoniki taxsini o'ylab turib, shunday qilsangiz bo'ldi endi. Ba'zi odamlarga keto diet bek foyda qildi deydigan ahvollar bor, masalanchu. Masalan, keto diet sizga foyda qilgan bo'lsa, shu qand besimingizni, masalan, qand moddangizni kontrol qilishga foyda qilgan bo'lsa, uni qilsangiz bo'ldi. Low carbohydrate, karbon suv birikmasi tuvan bo'lgan, bek tuvan bo'lgan dietni tanlagan bo'lsangiz, agar shu sizga foyda qilayotgan bo'lsa, uni qilaversangiz bo'ldi. Ba'zilar Mediterranean diet deb bor, Dash diet deb bor. Ashlarning hammasi qaysini tanlagan bo'lsangiz, lekin taxsini ko'z oldingizga keltirib turib qilsangiz bo'ldi. Cho'qim menga foyda qilganda cho'qim senga foyda qildi deydigan gap yo'q. O'xshamagan odamning badani o'xshamaydi. Shuning uchun o'zingizning tajribasiga asosan shuni tanlab qilsangiz bo'ldi endi. Keto dietning foydali taraflari bek ko'p. Bir diqqat qilgan endi birinchidan hypoglycemiya bo'lib qolgan ahvollar bo'ldi. Qand maddangiz bak to'lab ketgan ahvoldan oldini olishingiz kerak. Ikkinchidan
Bu men eğer şu bir ömür men şunu kılatıman deydigan qarindoshlar bolsa, bana tecrübelerini ayrım söz etmesem men şunda hoş bulma. Çünkü mening kasallerimning arasından keto dietni undaq bir ömür qılalıgan, neçe 10 yıl qılalıgan undaq qarindoshlar hazırgacha yo'q. Hazır mening kasallerimning arasida yo'qchu. Çünkü onunki bir mezgillik qilib andan keyin to'xtab qoldigan undaq sustainable emas, uzoq mezgil davomlashga bo'lmaydigan yerlarimi borchu. Shuning uchun mening ish qilib o'zimning tajribasiga asosan, kasallarimning tajribasiga asosan bir mezgillik qilib ko'pincha to'xtaydi. Shu hammamizningki o'zimizning ahvoliga qarab turib qilsak bo'ldi bu ishlarni. Andan keyin sizning qon kesili bo'lsangiz, cho'qim sizning bir oziqshunosingiz bo'lishi kerak. Baytam degandek sizning talabingiz, bedeninizning talabi, sizningki odatda yeydigan tamoqlaringiz, masalan, o'xshamagan yeyish usullari degandekchu, hamda o'xshamagandan keyin o cho'qim sizning oziqshunosingiz sizga davomli sizni yetaklab buni qilish uchun cho'qim sizning oziqshunos bo'lish. Bizning mayada Daybarikadagi klinik deb başqa kliniklar bor. Har qanday yerda bor oldu. Sistralar maxsus shu soatlab sizga hem şu sözgen narsa to'g'ri so'zlab berilganchu. Shuning uchun cho'qim oziqshunos bo'lishingiz kerak. Bayatım degandek, nima karbonhidrat birikmasi, low carbohydrate, masalan, bu odamninki cho'qim miqdori, cho'qim sizning tampingiz 26% karbonhidrat birikmasi bo'lishi kerak. Sizning 45% deydiganda nima yo'q, o'xshamaganlarning o'xshamaydi. Shuning uchun cho'qim bir formula bor desak to'g'ri bo'lmaydi uchun. İnşallah. Andiki mavu linkni qo'yib qo'ydim miyaga. Shundaqchi tamoq turlari, tamoq etish odatlari, atdiganligingizga, tushkingizga, kechkingizga qilib shunday yaxshi tamoq etish nimalari borki, shuni bassanglar chiqadi nemisi. Mavu PowerPoint'ni inshaalloh qo'shib qo'yamiz. İkincisi endi bu yemek içmekten başka çeniqish. Çeniqishninki nihoyatda muhimligi. Buni ham ayrim bir topik qilib so'zlaymiz inshaalloh. Çeniqishning foydali taraflari bek ko'p deb nima qilib bo'g'il bo'lmaydi. Andikan uning turlari qandoq, minday qatnash kerak degandek narsalarni so'zlaymiz inshaalloh. Keyin ikkinchi bet. Bu vaqt bek chiqib bo'lib ketdi-ku. Yana bir bet. Bu çeniqishninki foydali taraflari nihoyat ko'p hamdi. Beshimizning oxirimizga hammaga ta'sir qildi bu çeniqish. Yurak sog'lomligiga, semizlikni o'riqlashga, qon besimini normallashtirishga, qandagi maymatni tozalash, yaxshi mayni yuqoritish, qon massasini normallashtirish, insulinning rolini yuqoritish, kayfiyatni yaxshilash degandek. So'zlab tugatgili bo'lmaydi bu çeniqishning har bir hujayramiz uchun foydali bo'lgan taraflarini so'zlasak tugamaydi. Andikan buning turlari yomon ko'p bo'ldi. Endi ayrımlık yakan sözüge vaqtimizda hamma turlarini so'zlaymiz. Buguncha qon kesiliga endi shu aerobic exercise, anaerobic exercise, andikan resistance training, balance training asos jihatdan endi bu aerobic, anaerobic bu oksigenlik va oksigensiz deb tarjima qildik buni. Aerobic exercise degan nima deganda, bu odatda biz qilayotgan ishlarning hammasi aerobic exercise kirdi. Masalan, mengishimiz, velosiped minishimiz, yugurishimiz degandekchu. Hammasi aerobik. Qanday buning nima ma'nosi bor deganda, biz harakat qilgan vaqtimizda muskullarimiz harakat qiladi-ku, muskullarga oksigen baralaydi. U shunlashqa buni oksigenlik deb atadik. Anaerobic exercise degan nima deganda, buni qattiq harakat qilganda, masalan, shunda qattiq harakat qilgan vaqtingizda, mayli masalan, rasmiy musobaqalar bor, top musobaqalar, soccer deymiz, basketbol deymiz, shundaq kuchab harakat qilgan vaqtingizda u chog'da u anaerobic exercise kirdi. Bu nima uchun oksigensiz deymiz deganda, muskullarimiz harakat qilgan vaqtda muskullarga oksigen borolmaydi. Shunga buni oksigensiz deb ataymiz. Andan keyin bu yana qanday farqi bor deganda, aerobic exercise deganda bu Morrison ta'siri, masalan, harakat qilgan vaqtingizda gap qila olasiz. Gap qila olasiz, lekin naqsh aytay olmaysiz. Endi shu darajada Morrison ta'siri aerobic exercise mesela. Odatda mansangizmi mesela aerobic exercise kirdi, lekin endi aloqi bizningki recommend qilganimiz, bizningki qilinglar deb kasallar deydiganimiz shu o'rta hol darajadagi
hərəkət qilish hamda gap qila oladigan, lekin naqsh aytolmaydigan darajadagi Mars intensive exercise. Hamda shu qilgan vaqtimizda odatda biz nereden energiya olamiz deganda, bu muskullar nereden energiya oldi degan vaqtda qon maddasi bilan may maddasi qoruydu, qon maddasini ishlatamiz. Mars intensive oksigenlik aerobik exercise qilganda. Oksigensiz harakat qilgan vaqtimizda deganda, buningda bu nimamizdagi glycogen deb bir narsa bor. Glycogen degan nima deganda, shu muskullarimizga glycogen degan narsa ne ishlatib energiya qildik ekanmiz. Glycogen degan narsa bu odatda bu qon shu shakar maddasi. Lekin o shakar maddasininki badanda saqlanadigan murakkab shakldagi holati hamda-chu. Biz oksigen nimasi odatda glukozni ishlatib, andan yetishmagan nima glycogenlar badandagi nima jigardan, muskullardan qonga beriladi-chu. Buningda hamda anaerobik exercise qilgan vaqtimizda muskullardagi glycogen parchalanib, ashundan energiya chiqarib qilgandan keyin buni parchalash jarayonida qo'shimcha laktik asidosiz deb bir ochiq kislotalik maddasi ishlab chiqarildi ekan. Shuningga anadagi bak kuchab harakat qilgan vaqtimizda muskullarimiz og'riydigan ahvollar bor. Shuni keltirib chiqadi ekan, shu laktik asidosizdan kelib chiqadi ekan, bu shu kislotalik moddadan kelib chiqadi ekan. Endi buni qanday qilgan vaqtimizda qanday qilishimiz kerak? Qaysi yaxshi deganda, bu ikkilisi yaxshi. Buni endi unda kuchab qilganni hammadan qilib bo'lolmaydi. U to'plarni hammamiz o'ynab bo'lolmaymiz. Shuning uchun bu oksigenlik harakat aerobik exercise buni asos qilib orliqqa anaerobik exercise'ni qo'shib qo'ysak, masalan 4-5 minut minging, tez minging, mingib bo'lgandan keyin 30 sekund ya yarım minut ya 1 minut qattiq bir harakat qiling. Masalan, unda qilgan vaqtda buningki unumi shu yolg'izlam oksigenlik harakat qilgandan nighty foydasi ko'p bo'ldi ekan. Buni high intensity intermittent exercise deb ayrim bir shunday bir nim bor ekan, program. Shuningda masalan bir mazgil necha minut asta harakat qilib, undan keyin anda qattiq harakat qilish. Uningdagi ig'irligingizni bu resistance training degan bu ig'irlikni nim qiladigan-chu, muskullarni chiniqtirib qiladigan, ig'irlik ko'taradigan-chu, ig'irlik ko'taradigan. Unimi haftada bir 2 qatimchu uningdimi qilsangiz, o'sha muskullarning nima qilishi, mushumi anaerobik exercise kirdi ekan bu-chu. Ondan keyin balance training deymiz, bu tempolikni nim qiladigan degandek-chu. Bu hamda qon kesilda pek muhim hamda yiqilib ketadigan ahvollar dan saqlanish uchun davomli shu balansimizni, nimamizni, tempolikni saqlab turadigan mashqlarni qilamiz. Shu YouTube'ga olsanglar, shu balance training deb qilsanglar nurg'un narsalar chiqadi masalan-chu. Ondan keyin resistance training deganda qaysi muskullarga nisbatan qaysi harakatni qilish. Masalan, qo'lingizdagi muskullarni kuchlantirish uchun, ashana harakatini yaxshilash uchun, kuchlantirish uchun qaysi harakatni qilamiz? Qo'saqdagi muskullarni qaysini qilamiz? Putlarnikini qaysi qilamiz deb YouTube'dan qilsak, biz ayrim leksiya qilib so'zligicha inshaalloh ishda qilib tursanglar, shu nurg'un yaxshi harakatlar bor degan gap inshaalloh. Qanchalik bu chiniqish to'g'riliq doim so'ralgan savollarni qanchalik vaqt chiniqish? Her haftada kan bo'lganda 150 minut chiniqing. Shunday bo'lganda cho'qim 30 minut, yarım saat, ish bo'lmaganda 30 minut bir kunda, andan keyin bir hafta cho'qim ish bo'lmaganda 5 kun. Bu chiniqish hamda butun shu bizningki western tarafninki shu nima tibbiy tadqiqotlar orqali mushunchalik chiniqish salomatlikka pek foydali degan nimadan keltirib chiqargan 150 minutlik bir haftada. Qanchalik darajada chiniqish deganda o'xshamagan odamlar o'xshamaydi. Bayatın deganda darajasi oksigensiz aralashib kelsa yaxshi. Ana qanday vaqt chiniqish degan vaqtda endi tomoqdan burun chiniqqanda uningki foydasi bekrak yaxshi bo'ldi. Tomoqdan keyin
çeniqilgan bolsanız, tamaqdan keyin 3-4 saatdan keyin tamaq yep bulab 3-4 saatdan keyin. Endi bu qan kesiliga nisbatan bek mühim narsalar bor. Çoqum diqqat qilishimiz kerak. Tam bu çeniqishdan burun, çeniqishdan keyin çoqum qan moddangizni çoqum tekshirishingiz kerak. Bek töven bo'lib ketsa bo'lmaydi, bek yuqori bo'lib ketsa bo'lmaydi. Bek töven bo'lgan vaqtda, masalan, 5-6 töven bo'lgan vaqtda çoqum kichik snackdan birini yeviling. Öyle çoğun oturup tamak yap, buna kısınız umu bo'lmaydi. Azroq snack, mesela bir dal alma, mesela yarım dal alma, ya bo'lmasa kichkina qitiq degandekchu. Simple, oddiy snack. Aşınca kichkina bir narsa. Andan keyin mesela 14-nji qurib kelsa yana bo'lmaydi. 13-9-nji qurulab kelsa yana bo'lmaydi. Meningizdan burunchu. Şoňlaşqa qan besimiňiz çoqum, qan moddangizni çoqum tekşirip meningizdan burun. Andan keyin yançıgıňyzga çoqum bir narsa säbilişini unutup qalmaň. Aralykda düşüp ketip qaldygan manda havalar bolsa, derhal toqtaysiz. Ana ýa-ni nimelerge diqqat qilish kerak degende bu derisi oqşamaydı, qan kesellerining derisi oqşamaydı. Siz eger közüňizde ahval bolsa, közüňizde complication bolsa, ýa-ni narsalarni kötürüp buna qısınız u bolmaydy. Bek qattiq hareket qilib kelsangiz, bu texi bo'lmaydi. Bayataqaday oksigensiz hareket qilsangiz texi bo'lmaydi. Agar yuragingizda masala bo'lsa, bu da'vatlarning hammasi sizning ahvolingiz yaxshi vaqtlarda qilishingiz kerak. Cho'qim doktoringizga yuragingizni tekshirting. Yuragingizning ahvoli nerdan naqsha? Shu nima sizningki harakatingizni qanchalik harakat qilsangiz normal bo'ldi. Ashlarni doktoringizga cho'qim nima qilsangiz kerak? Yurakni cho'qim tekshirtishingiz kerak. Andan keyin masalan mingda ahvol bor, bayatan degandek börekde zaiflash ahvollar bo'lsa, siz anda kuchab yuqori harakatlarni qilsangiz bo'lmaydi. Shu normal ahvolda mingi bunda qilsangiz bo'ldi, lekin anda murakkab, beshingizni pek yengishtiradigan, ig'ir narsani ko'taradigan harakatlar, oksigensiz chiniqish harakatlari ular bo'lmaydi. Shuning uchun şu ergeçim kesinlikle pek mühim. Özünüzden nerede naqşı buldu, özünüzden ahvaldan nerede naqşılıqınızı. Andaki ben putdaki ergeçim kesinlikle çıkan bolsa, bu putnumu mesela pek mühim. Ayağınızı başka işte qanak nasip pul xərcləmisiniz mi? Ayaqның yaxşısını nem qılın. Eğer ayaqda məsələ bolsa, o çağda çeniqişdaz yaxşı olmaydı. Andaki bulapmı putunuzda qandaq sezim yo'q, mundaq ahvolda texidimni diqqat qilsangiz bo'lmaydi. Ekspeditsiyalarda mangsangiz bo'lmaydi, masalan, yiqilib ketishning oldini olish kerak degandekchu. Yana birisi cheniqish ba'zi qon moddasini yuqoriltib o'tamdi degan masala kelganda, ba'zida yuqoriltib o'tadi. Masalan, bayatin degandek oksigensiz harakat qilganda, baq qattiq harakat qilganda, chunki badaningizda adrenalin deb bir hormon sizni bek hayajonlandırdıgan bir hormon. Şu arqılıq qan maddasi yuqorilab ketilgan ahvollar bo'ldi. Lekin bu qisqa mezgillik. Bunun oldini olg'ili bo'ladi. Qandaq oldini olg'ili bo'ldi deganda, masalan, shu harakatdan burun qandaq o'zingizni ruhingizni, kayfiyatni yaxshilab degandekchi. Qandaq meditation techniques bor, cho'nqur nafas olib, o'zingizni nim qilib degandekchu. Ashuna qilgan vaqtda uning oldini olg'ili bo'ldi. Andan keyin masalan shu qan moddangizni davomli tekshirib, ashuna qilish bek muhim. Bek yuqorib ketgan vaqt o'chaqda mangsangiz bo'lmaydi deganda. Ana yana birisi shu atdigan soat 4 dan 8 gacha qan moddasi shunday yuqorilab ketgan bir mazmun bo'ldi ekan. Ashuna vaqtda harakat qilsangiz, texnik qilmay shunlashqa odatda meniki qan kasalligidan bo'lib, chutinkinlar tarafdan tamaqdan burun yoki tamaqdan keyin 3-4 soatdan keyin mangsan yaxshi bo'ldi deb aytayman odatda. Bu davolash to'g'riliq pek to'g'riliq chiqib qilmaymiz. Bularni ham tarjima qilib bo'lmaydigan hamda murakkab atalg'ular. Odatda hamda dastlabda metformin deb bir dori bor, davomli qatqanda odamga nim qilgan qon kesiliga. Bu hamda qan moddangizni tuvalatmaydi. Pek tuvalatmaydi demakchi qan moddasini. Bunun yaxshi yeri hamda insulinning rolini kuchlantirib beradi.
insonning ruhini kuchlantirib berdi. Şu odatda bu qan maddasini bek töveltib qilib etmaydi. Yaxshi taraflari shu endi. Aniki yana bir xil turdiki sulfonylureas degan bu mayadagi bir tür. Yani birisi magnetinoid degan ikki xil turda ikki xil dorini ichayotgan bo'lsanglar, masalan, yoki insulin qilayotgan bo'lsanglar, u qan maddasini bek töveltadigan ahvollarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun harakat qilgan vaqtlarda bek diqqat qilish kerak, davomli tekshirib turib degandekchi. Andiki yangidan chiqqan o'quv dorilar bek foydali bo'lgan SGLT2 degan bu yana birisi, yana birisi GLP-1 mayada yozilmay qolibdi. GLP-1 agonist deb yana birisi bor. Bu ikki xil turdagi, endi shu yaqinning yog'i bir necha yilning yog'i ishlatib qilinayotdi. Bunun foydasi nihoyatda ko'p. Masalan, shu semiz kasallarni o'rg'itadigan, masalan, ham qand kasalligingiz ham semizlik bo'lsa, o'rg'itishga foydali bo'lgan taraflari nihoyat ko'p. Andan keyin shu mortality benefit deymiz, shu o'lim nisbatini töveltidi deydigan, andan keyin yurakni qo'g'daydigan, börekni qo'g'daydigan, stroke bo'lib nimani mingni qo'g'daydigan degandekchi. Nurg'un foydali taraflari bor shu yangidan chiqqan nimalarning. Agar kona dorilarni ishlatayotgan bo'lsangiz, endi bu batdan asosli sizga nima qilgan, endi asosiyatdan doktorlarning yozib bergan narsari bu. Shunlashqa buni uzoq mezgil so'zlamayman. Sizga endi semiz bo'lsangiz, agar shu ham o'rg'itishga, ham qand kasalligi foydasi bo'lgan yangi o'qullar, yangi dorilar bor hozir. Shu kona dorilarni ishlatayotgan bo'lsangiz, doktoringiz bilan so'zlashib, shuni almashtirib bersang bo'lamdi. Masalan, ma'qul dora menga foyda qilarmi seningcha, işte yangidan chiqqanlar debchi. Chunki keyingi agashim kasalliklarni saqaytishga, oldini olishga bek foydasi bo'lgan o'quv dorilar chiqib ketdi hozirchi. Shu doktoringiz bilan so'zlashib qilib bo'ldi inshaalloh. Xudolar rozi bo'lsin. Bugungi leksiyamiz nihoyat uzoq bo'lib ketdi. Manlarning vaqtini chiqarib qo'ydim. Inshaalloh savolinglar bo'lsa, so'zinglar bo'ldi.